Florika Muhabbat kanali obunachilari, qizlar bizda magnoliyalarning yana bir turidan keldi. Bu magnoliyalarda o'zi qizlar har xil turlari bor. Hozir bu mayda bargli magnoliyamiz, barglari ham, gullari ham gelvi. Hozirda 6 xil rangi kelgan bizda. Bu sariq rangi, o'rtalari mana qizg'ish tonirovkali. Oq rangi kelgan. Qizlar qaranglar, daraxt qilib tayyorlasalaring ham, vazalarga solsanglar ham, kashpulaga eksalaring ham juda ham chiroyli chiqadi. Bargi mana bitta vetkasida to'la bo'ladi. Bu rozoviy rangi, mana tomir shakli bor. Bu yana bir xil rangimiz va eng hadavoy ko'p sotiladigan rangimiz mana shu va yana bir xil rangimiz bor. 6 xil rang qizlar. Bu bitta vetkasi mana shunaqangi bo'ladi. Bo'yi 67 sm. Har bitta mana vetkada 5 tadan shoxi bor. Mana ikkita kaltaroq shoxi bor. Ikkita uzunroq va bitta o'rtasida uzun shoxi bor. Bo'yi 67 sm. Mana barglari to'la. Guli ham, bargi ham gelvi, mo'yshi yuvib ishlatiladi. Har xil daraxtlar, dekorlar, har xil gullar tayyorlasa bo'ladi. Narxi ham zo'r chiqdi qizlar. Narxi avvalgi yuklarimizda 55 ming so'm chiqqanda, bu yukimizda narxi 50 ming so'm chiqdi. Ko'proq olganga skidka qilib beramiz albatta. Juda ham chiroyli gulimiz. Bu guldan nalichida bor. Kimga kerak bo'lsa qaysi rangidan chiqarib beramiz. Juda ham sifatli, mana tanalari ham xuddi tabiiyga o'xshaydi qizlar mana. Ranglari ham juda ham tiniq. Florika Muhabbat kanali obunachilari, qizlar bizda kameliya guli kelgan. 4 xil rangi keldi. Bu vetkasida mana shunaqa kattaroq kameliya gullari va yuqori qismida sal kichikroq bo'lgan guli va mayda buton gullari bor. Juda ham chiroyli. Qaranglar mana. Barglari gelvi, to'q kiparis rangda va trava ranglarida. Keyingi rangimiz rozoviy pudra. Ichlari mana to'qroq rangda va ustki qismlari ochiqroq rozoviy rangda. Yuqorisida mana butonlari bor, g'unchalari. Keyingi rangimiz qizil. Ko'pchilik mana shu qizil rangini yoqtiradi. Bitta vetkasida ikkita katta guli va bitta g'unchasi bor. Qizlar mana shu bitta vetka hisoblanadi. Mana barglari kattaroq. Bo'yi 1 metr, mana uzun qizlar. O'zini shundoq ekib qo'yilsa ham chiroyli chiqadi. Buni har xil daraxtlar tayyorlashyapti va vazalarga shunday solib qo'yilsa ham chiroyli chiqadi. Keyingi rangimiz Barbi rangi. To'q pushti rangida. O'rtalari mana kichinkali, mana butun g'unchalari va ochilayotgan g'unchasi bor. Narxi 33 ming so'mdan. Hozirda nalichida bor. Hamma variantidan bor qizlar. Kimga qaysi rangidan kerak bo'lsa, telefon raqamlarimiz 90 390 76 65. Telegram kanalimiz Izalon pastga chiziqcha Fergana. Dastavka orqali chiqarib beramiz. Juda chiroyli gul. Anchadan beri kutilayotgan gul. Hamma rangi hadavoy qizlar. 3 ta shoxi bor bitta vetkasida. Narxi 33 ming so'm. Mana shunaqa upakovkalarda bo'ladi. Mana shu bitta shoxi mana. Barglari ham, gullari ham gelvi. Bularni Telegram kanalimizga kirsalaring, ideyalari bilan, tayyorlangan gullari bilan tayyor holatlarini ham rasman tashlab qo'yamiz. Florika Muhabbat kanali obunachilari, qizlar bizda yangi tovarlarimiz keldi. Anchadan beri kutilayotgan atlas lolalarimiz keldi sotuvga. Hamma kutayotgan qizlar bu safar ozgina uzoq qoldi. Buni soni ko'p bo'lgani uchun tayyorlash uchun vaqt ketib qoldi zavodga.
Bu oq rangi, adashmasam 15 xildan oshiqroq yoki 15 xil rangi kelgan. Bu lolalarimizni aynan atlas lola deyilishiga sababam shu rang-barang har xil ranglari borligi uchun atlas lola deb nom qo'yilgan. Menimcha o'zimizda o'zbeklar tomonidan qo'yilgan, lekin bu Xitoyda ishlab chiqarilgan lolalarimiz. Bu oq rangi, barglarini kiparis rangda tayyorlatdik. Zich to'qilgan materialdan, mana shuning uchun titilmaydi. Mana lolalarini ham chetlari titilmaydi, payatni orqali kesilgan. Barglari ham juda ham sifatli. Keyingi rangimiz bu ochiqroq fuksiya. Buni to'q fuksiya rangi ham bor. 7 shoxdan iborat qizlar. Bu keyingi rangimiz qizil rangi. Shoxlari mana 7 ta shox, mana 7 ta shox. Shoxlarida mana 3 tadan barglari bor. Har bitta shoxida 3 tadan mana shunaqangi lolasi bor. Ya'ni 7 ta shoxda 3 tadan lola joylashtirilgan. Mana lolalar to'kilib ketmaydi va tikka turadi. Vazalarga ham, har xil kashpolarga ham, buket qilib tayyorlanganda ham mana lolalari egilib qolmaydi. Mana bu tanalari qalin seryo bilan olib chiqilgan, mana tayyorlangan. Qalin seryoga o'rnatilgan. Shularga ham ahamiyat berasizlar. Narx arzonligi uchun, misol uchun 50 tadan oshiq xaridga 7000 so'mdan narx chiqdi. Ko'p joyda 9000 so'm eng arzon joyi bularni. Narx arzon bo'lgani uchun sifati pastroq deb o'ylashadi ko'pchilik, lekin bizda unaqa emas. Bu lola hadavoy ko'p sotiladi. Juda ham tez o'rni bo'shaydi va yangi o'rin kelaveradi. Hammaga yoqadi va hamma narsaga tushib ketadi. Shuning uchun ozgina foyda qo'yib turib, tez sotilgani uchun narxini shunaqangi arzon qilib chiqarib qo'yganmiz qizlar. Shularni e'tiborga olasizlar. Mana qaranglar, mana sifatini, chetlarini qaranglar, payatni orqali kesilgan. Bu mana bu ro'zvidan yana ochiqroq rangi ham bor. Unisini chetlari oddiy ro'zvi, bu chetlari mana to'qroq qilib tayyorlangan. Bu tomonda 2 xil layimimiz bor. Bu to'qroq layim svetda va bu yerda ochiqroq layim svetda. Bu layim svetimiz o'tgan yukimizdan qolgan. Mana shu ikkala rangi. Bu yukimizda bulardan urmaganmiz, chunki bulardan ko'p bor edi, nalichida bor edi. Keyingi rangimiz sariq rangi. Sarig'i ham qizlar bu safar 2 xil sariq qilib olib kelganmiz. Bu lolamizning eng hadavoy rangi qizil, oq, qanaqangi hadavoy ketsa, mana shu sariq ranglari ham hadavoy ketadi. Shuning uchun sarig'imizni 2 xil rangda tayyorlatganmiz. Ya'ni hozir solishtirib ko'rsatib beraman. Bunisi mana hozir yonma-yon qo'yganimda bilinadi. Bu to'qroq sariq. Bunisi limon sariq. Mana yonma-yon ko'rishingiz mumkin. Kimga qaysi biri yoqsa, ana o'shandan tayyorlashlaring mumkin. Bu to'qrog'i, bu limon sarig'i. 2 xil kelgan, ikkalasini ham barglari kiparis rangda. Oralarida gelvi mana lola zelillari bor. Va yana bir xil rangimiz. Bu rangimiz oranjvi va pastki qismlari sariq rangda. Tonirovkali, ham chiroyli mana. Kimga qanaqa rang yoqadi, xohlaganlaringni har xil qilib tanlab olsanglar bo'ladi. Qizlar, buni hamma rangidan har xil qilib aralashtirib, uzuncha tuvelarga ham ekib tayyorlasalaring bo'ladi va kichkina tuvelarga ham har xil rang-barang qilib ekib tayyorlab qo'ysalaring bo'ladi. Qizlar, bu mana qaranglar, sirenviy rangda. Endi bu yoqda fioletviy rangi kelgan mana. Bu deyarli bir-biriga yaqin rang. Buni ham mana farqini solishtirib beraman. Mana bu siren, bunisi xuddi mana shu sirenni sal to'qroq materialiga chekkalarini fioletviy qilib tayyorlangan. Buni to'q fioletviysi o'zimga yoqmagan, shuning uchun shunaqa qilib tayyorlatdim, zakaz berib. Chetlari fioletviy bo'lib, o'zi ochiqroq rang bo'lganda chiroyliroq chiqadi. Shuning uchun qizlar mana shunaqa qilib tayyorlatdik.
keyingi rangimiz fuksiya. Bu fuksiyamiz ham ikki xil. Xohlasanglar buni mana Barbie desanglar bo'ladi. Chunki u yoqda to'q fuksiya rangimiz bor. Hozir ularni ham solishtirib beraman. Mana haqiqiy fuksiya rang. Bu fuksiya rang to'qroq rangda. Bunisi Barbie rang. Chiroyli ranglar. Bu yerda yana ikki xil rozoviy bor. Bu ochiq rozoviyimiz. Sal quyosh tushib qolgani uchun ranglarni to'liq olib bera olmayapman. Mana chetlari sal to'qroq, o'zi rozoviy rangda. Behol chiroyli rang. Bunisi yana bir xil. Shunga o'xshash rangimiz. Rozoviylarni iloji boricha har xil qilib olib kelishga harakat qilganmiz. Yonma-yon qo'yganimda ularning farqi bilinadi. Mana qizlar. Qizlar, mana shu ranglarimiz hozirda kelgan. Bizda yana bir xil lolamiz kelgan. Hozir uni ulab ketaman videosini. Qizlar, yana bir xil yangiligimiz keladi. Xuddi shu mana shu lolalarimizni oralariga gelvi tichinkali zelinlar qo'ydirib Xitoyga tayyorlatganmiz. Uje kelib qoldi. Tamojnikka tushadi 1-2 kunlarda yoki 3-4 kunlar ichida tushadi. Xuddi shu mana shu lolamizni oralariga zelin qo'ydirganmiz gelvi qilib. U yangilik. Rosa ham chiroyli chiqadi. Kimga qaysi variant yoqsa o'shandan xarid qilasizlar. Hozir bu lolalarimizning narxlari mana shu bitta vetkasi 7,5 ming so'm. 50 tadan oshiq xarid qilganlar uchun, doimiy olib, sotib foydalanadiganlar uchun 7 ming so'mdan beramiz. Va ko'proq olganga 7 ming so'mdan beramiz, lekin donaga 7,5 ming so'm. 7,5 ming so'mni ham talashmanglar qizlar, chunki o'zi juda ham arzon narx. Polni xohlagan O'zbekistondagi sotiladigan do'konlar bormi, o'ptim joylar bormi, bemalol narxlarini surishtirib olishlaring mumkin. Juda ham arzon narx chiqarib qo'ydik 7 ming so'm. O'sha deyarli ozgina foyda qo'yilgan. Sifati zo'r qizlar. Mana sifatini bemalol ko'rib xarid qilsalaring bo'ladi.